Shu ko'rib turgan devorimizni uzunligi katta yo'lgacha 40 metr tashkil qilyapti. Fasadimizning uzunligi esa 20 metr tashkil qilyapti. Xonadonimiz oldi fasadimizga 2 sotiga chiroyli qilib do'kon solib qo'ygan ekanlar. Eng zo'r tarafini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bu joyimizni domga barter qilsalar ham bo'ladi. Yunusobod atrofi yoki Yakkasaroydan bo'lsa ham barter qilaman deyaptilar. Umumiy yer maydoni 8 soting tashkil qilayotgan ushbu ko'rib turgan xonadoninglar Sergeli tumani Daryobo'yi mahallasida joylashgan. Quruvchi, tadbirkor, biznesmen akalarim, ko'rib turibsizlar, xonadonimiz katta yo'l yuzida joylashgan. Ikki yoq tarafimiz skvoznoy ko'cha hisoblanyapti. Endi do'konimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, sizlarga do'konimiz umumiy 2 sotik yerga joylashgan. Qaranglar, parkovishning uchun alohida o'zini joylariga ega. Bu joyimiz to'liq video nabludeniya bilan jihozlangan. Hamma yoq tarafimizda kamera qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, do'konimiz o'zini stilezlariga ega. Ichida ko'rib turibsizlar, o'zini saunzeliga ega. Bu yoqda o'zining ikkita alohida xonasi bor. Bittasini ofis sifatida foydalansanglar bo'ladi, bittasini sklad sifatida foydalansanglar bo'ladi. Umumiy bu do'konimiz Ko'plipol orqali isiydi. Bu joyimizni ham o'zi 2 sotik yer maydoniga ega bo'lyapti. Bemalol bu joyimizni o'zingizlar xarid qilib sotib olsanglar ham bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qiling.